Assalomu alaykum. Akalar, opalar, jigarlar. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umijon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Akalar, bitta narsa aytaman, odamni chin bitta yig'lagisi keldi-da. Nimaga desalaring, xabarlaring bor, bizga katta shartnomalarimiz bor, katta shartnomalarimiz, xudo xolasa. Shartnomalar qilyapmiz, qisman pul tushyapti. Meni shotim yopiq hozirda. Hozir meni shotim yopiq. Xudo xolasa shotim ochilsa-ki bu narsani bu videoni qilmasdim. Nimaga qilyapsan bu videoni desalaring? Akalar, e'tibor beraylik, bu iltimos. Men bir sex ishlatganimda, bizning yonimizda o'sha meni domimda bir kvartiraga turadigan bitta opa bor-da. Juda qiynalgan. Nimaga qiynalgan desak, o'zi kvartiraga turadi. Xo'jayini vaqti zamonida, endi ismlarini aytayotmay, vaqti zamonida xo'jayini mazasi qochgan uyini sotib, kvartiraga o'zlari mestira bir joyda ishxonada ishlaydi. Mestira bo'lib, o'sha yerda ishlab, oylik olib, ham kvartira to'laydi, ham bitta sexni olgan. Ya'ni u pishiriq sex, sezonda, hozir sezon emas, sezon yo'q hozir. Pishiriqni sexni olib, o'sha sexni ishlatib, o'sha sexdan daromad qilib, sex arendasi taxminan 2 million, kvartira ham bir bo'lsa kerak, 2 million, 2,5 million. Shunaqa vaziyatda qiynalib yurgan, o'z xo'jayini mazasi yo'q, qochib yurgan bir opamizda 11-sinf voyaga yetib turgan, tayyor bo'lgan bitta qizchasini buyrak yetishmovchiligi bo'lyapti-da. Buyrak yetishmovchiligi. Endi buyrak yetishmovchiligi degani o'sha xullas juda qiyin masalada. Uchun Toshkentdan borib keldilar. Vaziyat juda og'ir. Hozir aytdilar, Umijon bironta yordam qilaman degan bo'lsa, ayting, yordam bersin deb. Bu borku, ota uchun farzandi anavsi juda og'ir-da, juda qiyin-da. Bu gapni aytishni o'zi bo'lmaydi. Juda qiyin masalada. Bu gapni o'zini aytishda juda qiyin masala. Menga yordam qilsa, imkoniyat bo'lsin deyishdi. Men onam mazasi qochgan, men tushunganman, ko'rganman-da, bunday xarajatni, hamma narsani-da. Ona uchun men hamma narsaga tayyor bo'lganman. Odamlardan iltimos qilib, akalar, jigarlar, qon kerak menga, imkonlaring bo'lsa qonga yordam beringlar deganman. O'zbek xalqi juda bir mehribon xalqda. Boshqa viloyatlardan telefon qilib men qon beraman deganlar bo'lganda, yo'q, bu o'zimizning viloyatdan kerak deb shu begona odamlar kelib menga yordam qilib shu onajonimga qon berganda men juda yaxshi ko'raman. Rahmat hammaga. Mana shu opamizga kim imkoniyati bo'lsa, kimnidir misol uchun ehsoni bordir, kimdir misol uchun pul berish kerak bo'lsa, inshaalloh Xudo xohlasa akalar, opalar, jigarlar aniq o'tadi-da, Xudo xohlasa. Inshaalloh Xudo xohlasa aniq o'tadi. Chunki men vaziyatiga men kafir, Alloh guvoh, juda vaziyat og'ir-da. Chunki aytibman, kvartiraga turadi. Hozir sexda ham svetdan qarzi bo'lgan, svet tuzib tashagan, вообще problema mana. Shu opaga bitta yordam beray, men ismlarini aytmay, shu noqisalaring agar Telegramdan kimdir misol uchun men ehson qilaman, yordam qilmoqchiman desa, men nomerimga shunday SMS yozinglar Telegramdan, men plastikni tashlab yuboraman. Men opadan so'ramasdan video qilyapman, ochiq ko'ring. Lekin chin ko'ngildan yordam qilib kerak. Agar men shotim ochilganda men bu gapni aytib o'tirmasdim. Men shotim yopiq turibdi. Shotim yopiq bo'lib turganligi uchun bu videoni qilyapman. Imkonlaring yetadimi? Ehsonlaring bormi? Misol uchun ehson qilmoqchimisizlar? Bitta yordam qilaylik. Men kartasini hozir qo'yib qo'yaman. Chin dildan iltimos qilyapman akalar. Bir yordam qilinglar, jigarlar, shu opamiz. Chunki uni opani men bilaman, bir kunlik rasxodi 1 million 1,2 million so'm rasxod qiladi. Bitta alyuminni bilasizlar, alyuminni ko'pchilik ishlatgan bo'lishi mumkin. Alyuminni o'zi 1,2 million turadi. Bitta dorisi 1,2 million turadi. Bir kunlik dorisida. Undan tashqari ampullar 2,5 million. Opa 30% ga, oyiga 30% ga prosentga pul olib Toshkentga borib keldi-da. Hozir juda vaziyat qiyin-da. Agar qani meni qo'limdan kelsa, men yordam qilardim. Men hech kimdan hech narsa so'ramasdim-da. Shunday xolisona hech kim hech narsa demasdan kimga yordam qilardim. Lekin mening imkoniyatim yo'q, men shotim yo'q turibdi. Agar shotim ochib qo'ygan yordam qilardim. Birlashaylik akalar, qo'llaringdan kelsa, kim 1 million, kim 500 ming, kim 100 ming, kim 50 ming, kim 10 ming yordam qila oladi. Yordam qilaylik shu opaga. Bir patishka qilaylik. Kim mana patishka qiladiganlar bormi?
Men salafkaga yozib qo'yaman plastikini. Tushadi. Bitta yordam qilaylik akalar. Alloh rozi bo'lsin shu yaxshilikka-da. Iltimos, qarashinglar. Termizda odamni Termizdan bo'lgan, Olpa shahardan bo'lgan o'z kvartirada yashayapti. Bitta qarashaylik iltimos. Alloh rozi bo'lsin. Men duo qilaman akalar. Alloh ko'rib turibdi bugun ro'za, Ramazon, Xudo xolasa inshaalloh mana bu video chiqquncha asr bo'ladi. Asrdan o'tadi, juma kiradi. Bir ehson qilib, bir qarashaylik iltimos. Jigarlar, men chin ko'ngildan aytyapman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammangizdan.